Ko'ngil ko'zga sig'maydi dardlar, oyni o'sib obera olmayman. Dil ezilar qiynalar lablar, bir yarimta gapira olmayman. Shundan mudom bo'ynimda gunohimni yashira olmayman. Chechan zotlar qilganda so'roq, bir yarimta gapira olmayman. Bir boshimda ming bir muddao, dadam ruhin chaqira olmayman. Begonaga ishonib aslo bir yarimta gapira olmayman. Mehr oqibat haqida jimjimador so'zlar bilan soatlab gapirishni hammamiz ham eplaymiz, ammo dunyodagi bitta samimiy do'stimiz bo'lgan onamizga ham oqibat qila olmasganmiz. Onalar farzandi mendan keyin qolib baxtli saodatli yashasin, birovdan kam bo'lmasin deb mehribonlik qilsa, bizcha onamizga kel endi shu kampirni 4-5 kunligi qoldimi yo'qmi, ko'cha-kuyda meni maqtab gapirsin deb o'z obro'yimizni o'ylab oqibat qilar ekanmiz. So'zlarim sizlarga og'ir botib dilingizga ozor yetkazgan bo'lsam, gaplarimning isbotini qabristondan borib ko'ring, qabristondan. Bahor devorlarning oftobro'ya etaklaridan emas, yoki siz biz yashayotgan koshonalardan emas, bahor qabristondan boshlanadi. O'sha qabristondagi qimmatbaho marmar toshlarga bitilgan so'zlarga e'tibor bering. Onajon, doimo qalbimdasiz. Onajon, qildingiz bizga jon fido, evoh taqdir sizdan ayladi judo. Lekin har gal shu so'zlarni o'qiganimda yurak bag'rimni bir savol ezadi-da. Marhumalar tirikligida onajon degan so'zni bir martagina o'z qulog'i bilan eshitganmikin? Lekin baribir onalarga qaytadan jon ato etilganida birorta ona farzandini yomonlab gapirmasdi, aksincha ularni maqtab gapirgan bo'lardi. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam marhumlarni ziyorat qilmoq uchun qabristonga boribdilar. Bir qabr yonidan o'tib ketayotgan paytlarida qabr ichidan nolali bir faryod eshitilibdi. Olovda yonayapman, olovda. Dardimni eshitmas Parvardigorim. Ortiga qaytdi-da payg'ambar shuvdan buyurdi Makkaning ahli jonig'a: qabristonga borib har bitta odam o'tirsin o'ziga tegishli qabr yoniga. Qarasa nolali qabr yoniga cho'k tushib o'tirmish mushtipar kampir. Onadan so'radi sarvari oqil: "Bu qabrda kiming bor ey muhtarama zot?" O'g'lim dedi ona, lekin bunday farzanddan men bezorman, noroziman yo Rasululloh. Rasululloh ham so'rdi yaratgandan: "Pardani ko'targin yo Qodir Alloh." Parda ko'tarildi. Ona qarasa olov bilan to'lgan emish o'g'lini qabri. Onaning ko'zidan yosh emas, oqizib qona, yaratganga uchdi onaning zori. Bor Xudoyo, karami keng Xudoyo, shuncha azoblarda qolmishmi bolam, mehring dariq tutma, boqqul qiyoyo, roziman men undan, rozi bo'l sen ham. Olov tindi shuvdan o'g'lon qabrida, do'zax olovi bor ona qahrida, unutmang mehrida jannat malhami. Birodar, bu dunyoning eng so'nggi bir savoli bor. Seni qabriga qo'ygandan so'ng kimdir savol beradi: "Xaloyiq, marhum qanday odam edi? Shudam yaxshiliging eslaguvchi zot bo'lsin. Yaxshi odam edi deyishlari nasib ro'z aylasin."